Assalomu alaykum barchaga. Trading o'zi halolmi degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Bu videoda sizlar bilan islom moliyasiga ko'ra tradingning halol yo'llari va uning halol bo'lish shartlari va dalil isbotlari haqida gaplashib o'tamiz. O'tgan videoda aytganimiz kabi aksiyalar savdosi joiz. Lekin istalgan turdagi aksiyani istalgan uslubda olib sotish joiz degani emas. Siz sotib olayotgan kompaniyaning aksiyasi joiz bo'lishligi uchun bir qancha shartlar bor. Ulardan birinchisi bu kompaniyaning asosiy faoliyat turi bu halol bo'lishi kerak. Siz bir kompaniyaning aksiyasini sotib olar ekansiz, u kompaniyaning faoliyati shariatga muvofiq bo'lishligi kerak. Quyida ba'zi joiz bo'lmagan sektorlar. Birinchisi alkogol va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish, tarqatish, sotish bilan shug'ullanadigan kompaniya aksiyalari. Ikkinchidan an'anaviy banklar, sug'urta kompaniyalar yoki moliyaviy institutlar. Bular asosan ribo va foizga asoslanganligi uchun joiz bo'lmaydi. Bunday kompaniyalarga misollar JP Morgan Chase, Citigroup yoki American Express. Uchinchidan 18+ kontentlar bilan bog'liq bo'lgan har qanday kompaniyalar. To'rtinchidan qimor va kazinolar. Qimorning barcha turlari, lotereyalar, stavkalar. Bundan tashqari qimor kompaniyalari uchun dasturiy ta'minot yetkazib beruvchi yoki uskunalar yetkazib beruvchi barcha kompaniyalar aksiyalar ham joiz emas. Bunday kompaniyalarga misollar Las Vegas Sands yoki DraftKings. Beshinchidan cho'chqa go'shti yoki halol bo'lmagan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar. Bunday kompaniyalarga Tyson Foods yoki Hormel Foods misol bo'la oladi. Oltinchidan musiqa, axloqsiz kontentlar yoki qimor o'yinlariga homiylik qilish orqali daromad topadigan kompaniyalarning aksiyalari ham joiz bo'lmaydi. Masalan, Netflix. Bundan tashqari qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi yoki kriptovalyutalar bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar aksiyalarini ham joiz deb bo'lmaydi. Demak, kompaniya yuqorida sanab o'tilgan faoliyat turlaridan xoli bo'lsa, bu kompaniyaning faoliyat turi shariatga muvofiq desa bo'ladi. Lekin bir savol tug'iladi. Agar kompaniyaning asosiy faoliyat turi halol bo'lsa-yu, lekin oz miqdorda shariatga muvofiq emas bo'lgan faoliyat turi bilan shug'ullansa, bunday hollarda nima qilinadi? Deylik, bir kompaniya bor, asosiy faoliyat turi halol bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotish. Lekin uning 4% daromadi alkogol mahsulotlarini sotishdan keladi. Bu kompaniyani halol desa bo'ladimi, yo'qmi? Bu savolga javob berishdan oldin biz AOFI standartlari nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. AOFI bu qisqartma so'z bo'lib, buning yoyilmasi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Ya'ni tarjimasi Islomiy moliya muassasalari uchun buxgalteriya va audit tashkilot. Bu tashkilotning raisi Shayx Mufti Taqiy Usmoniy. Bu tashkilotning asosiy vazifasi moliyaviy institutlar, kompaniyalar va investorlar uchun shariat standartlari va ko'rsatmalarini ishlab chiqishdir. Ushbu standartlar biznes va moliyaviy faoliyatning islom shariatiga muvofiqligini ta'minlaydi. Aynan mana shu AOFI standartlariga ko'ra, kompaniyaning nojoiz manbalardan olinadigan daromadi umumiy daromadning 5% yoki undan kam qismini tashkil qilsa, bu kompaniya joiz hisoblanadi. Lekin investor kompaniyadan olingan dividendning bu, ya'ni nojoiz qismini savob umid qilmasdan sadaqa qilishligi kerak bo'ladi. Yuqoridagi misolga qaytadigan bo'lsak, agar kompaniyaning 4% miqdorda daromadi nojoiz manbadan keladigan bo'lsa ham, siz bunga investitsiya qilishingiz joiz bo'ladi. Lekin deylik, siz $100 dividend olsangiz, uning $4 siz xayriya qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, savol tug'iladi. Agar yuqorida sanab o'tilgan sektorlar nojoiz bo'lsa, halol, joiz sektorlar qaysilar? Demak, biz tushundik, qaysi sektorlar joiz va qaysi sektorlar joiz emas. Keyingi qadam kompaniyaning moliyaviy holatini ko'zdan kechirish. Chunki kompaniyaning faoliyat turi halol bo'lsagina unga investitsiya kiritish joiz degani emas. Islom moliyasida ribo qat'iy taqiqlangan. Ya'ni agar kompaniya foizli qarzlarga, ya'ni kreditlarga qat'iy bog'lanib qolgan bo'lsa, garchi uning faoliyat turi halol bo'lsa ham, bu kompaniyaga investitsiya kiritish, uning aksiyalarini sotib olish joiz bo'lmaydi. Ammo bugungi dunyoda butunlay kreditsiz kompaniyalarni topish juda qiyin. Bu voqelikni oldini olish uchun AOFI aniq ko'rsatma beradi. AOFIning 21-standartiga ko'ra, agar kompaniyaning kreditlari uning umumiy aktivlaridan yoki bozor kapitallashuvidan
30% yoki undan kam qismini tashkil qilsa, bu kompaniya shariatga muvofiq hisoblanadi. Lekin uning kreditlari, ya'ni foizga olgan qarzlari bozor kapitalashuvining 30% dan yuqori bo'lib ketsa, bu kompaniyaga investitsiya kiritish, uning aksiyalarini sotib olish joiz bo'lmaydi. Keling bir misol keltiraylik. Bozor qiymati 100 million dollarlik oziq-ovqat kompaniyasini tasavvur qiling. Agar kompaniyaning kreditlari 10% ni tashkil qilsa, ya'ni 10 million dollarni, bu kompaniya hali ham shariatga muvofiq hisoblanadi. Lekin uning kreditlari 40 million dollarga, ya'ni 40% ga ko'tarilsa, bu kompaniyaga investitsiya qilish joiz bo'lmay qoladi. Ushbu qoida musulmon investorlariga foizlarga o'ta bog'langan kompaniyalarni filtrlashga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, tradingning halolligi faqatgina aksiyalarga investitsiya kiritish orqali belgilanmaydi. Balki kompaniyaning faoliyat turi, uning moliyaviy ko'rsatkichlari, uning qarzi shariat mezonlari asosida tekshiriladi.